Birinci bölüm. Uyg'ur urxun qag'anligi. Birinchi bob. Uyg'urlarning ana yurti haqida. Qat'iy uzib aytish kerakki, Uyg'urlarning ana yurti O'rta Osiyo. Bu masalani tafsiliyroq bayon qilishdan burun, O'rta Osiyo degan bu jug'rafiyalik ufqum doirasi kiradigan joylarni ko'rsatib o'tish kerak. O'rta Osiyo degan bu nom to'g'risida haligacha Sharq va G'arb olimlarining qarashlari birdek bo'lmasimi, lekin bir qadar haqiqatga uyg'un keladigan qarash bo'yicha O'rta Osiyo doirasi kiradigan joylarning ko'lamini belgilash mumkin. Jug'rofiya olimlari Osiyo qit'asini Sharqiy Osiyo, O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyo qatorli qismlarga bo'ladi. Meningcha, O'rta Osiyo doirasiga sharqda Hingan tog'laridan tortib, g'arbda Kaspiy dengizigacha, shimolda Altay tog'laridan tortib, janubda Himolaya tog'larigacha bo'lgan joylar kiradi. Mana shu O'rta Osiyo doirasi kiradigan cheksiz zaminning markaziy qismi Sharqiy Turkiston, Yettisu, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Uyg'urlar eng qadimki chog'laridan tartibla Tangri tog'lari bilan Qorqurum tog'lari oraliqidagi Tarim vodisida, Tangri tog'lari bilan Altay tog'lari oraliqidagi Jung'ariya dalasida, Ili daryo vodilarida, Ertis daryosi bilan Balqash ko'li oraliqidagi joylarda, Janubiy Sibiriyada, hozirgi Mong'oliya Xalq Jumhuriyati tavasidagi Selinga, Urxun, To'g'la, Qurulg'un daryolarining vodilarida, Kangsu, ya'ni Gansuda, hozirgi Shanxi o'lkalarining shimoliy qismida yashab kelgan. Buningdan 6000 yil burun, ya'ni milodidan 4000 yillar burun, dunyo madaniyatining eng burungi bo'shiklaridan biri bo'lgan Mesopotamiyada yeziq ijod qilindi. Qadimki Yunon tarixchilari hozirgi Iroqdagi Dajli va Frat daryolarining oraliqidagi joylarni, ya'ni Mesopotamiya deb atalgan. Bu Yunoncha so'z bo'lib, ikki daryo oraliqi deganlik bo'ladi. Dajli va Frat daryolari hozirgi Turkiya chegarasidan boshlanib, sharqqa qarab eqib, Paris qo'ltig'iga qo'yiladi. Bu ikki daryo bo'yidagi rayonlarning tuproqi munbat, suvi mo'l bo'lib, yezi egilik ishlab chiqarishga bakmo bab keladi. Ayni zamonda ikki daryo vodisining janubiy qismidagi asosiy yerlik xalq, ya'ni Sumerlar bo'lib, eng dastlabki yeziqni shular yaratgan. Dastlabki yeziq ijod qilingandan keyin Misr va yaqin sharqdagi xalqlar tarix davriga kirdi. Bizning ajdodlarimiz bo'lsa, milodidan 2000 yil burun, ya'ni buningdan 4000 yil burun tarix davriga kirdi. Chunki bu vaqtda Sumerlar ijod qilgan yeziq asosida yaratilgan Aramiy yeziqi ajdodlarimiz orasiga kirib keldi. So'g'di yeziqi bilan Ko'kturk yeziqi, ya'ni Uyg'ur urxun yeziqining bir-biriga o'xshashibroq ketadiganligi shu ikkala yeziqning Aramiy yeziqidan kelib chiqqanligini ko'rsatadi. Bizning ajdodlarimiz va qarindoshlarimiz tarix davriga kirgandan boshlab milodining 14-asrgacha bo'lgan nihoyat uzun tarixiy davrda Ulug' O'g'iz imperiyasi, Ulug' Hun Tangri qutligi, ya'ni milodidan ilgirki 220-yilidan milodi 216-yilgacha hukm surgan. Yevropa Hun imperiyasi, ya'ni milodi 375-yilidan 468-yilgacha hukm surgan. Oq Hun imperiyasi, ya'ni Iftalit, milodi 420-yilidan 565-yilgacha hukm surgan. Ulug' Ko'kturk qag'anligi, ya'ni milodi 551-yilidan 745-yilgacha hukm surgan. Uyg'ur urxun qag'anligi, ya'ni milodi 646-yilidan 845-yilgacha hukm surgan. Uyg'ur Idiqut xonligi, ya'ni milodi 850-yilidan 135-yilgacha hukm surgan. Uyg'ur Qaraxoniylar davlati, ya'ni milodi 850-yilidan 1212-yilgacha hukm surgan. G'aznaviylar sultonligi, ya'ni milodi 960-yilidan 1187-yilgacha hukm surgan. Ulug' Selçuklular sultonligi, ya'ni milodi 1040-yilidan 1157-yilgacha hukm surgan. Xorazm shohlar davlati, ya'ni milodi 1172-yilidan 1231-yilgacha hukm surgan.
Saidiya xonligi, ya'ni milodiy 1514-yilidan 1678-yilgacha hukm surgan qatorliq ulug', qudratlik, boy, madaniyatlik davlatlarni qurib, parlaq madaniyat yaratib, insoniyat tarixiy taraqqiyoti va madaniyatiga o'chmas to'kpilarni qo'shgan. Tövəndə Uyğurlarning ana yurtining O'rta Osiyo ekanligini geologiyalik va arxeologiyalik faktlar orqali isbotlaymiz. O'rta Osiyo eng qadimgi chog'lardan tortib, Uyg'urlarning ana yurti bo'libla qolmasdan, balki dunyo madaniyatining eng qadimki, eng mashhur oltin bo'shkining biridir. Shuning uchun tarixchi Morgan dunyo madaniyatining ochqichi Tarim vodisiga ko'maklikdir. Bu ochqich qachon tepiladigan shu chog'da dunyo madaniyatining siri ichilg'usi degan edi. İnsaniyat madaniyatining taraqqiyotidan qaraganda inson bolalari eng qadimgi chog'lardan tortib hayot kechirishga aplik bo'lgan daryo, ko'l, dengiz bo'ylari, o'rmonliklar, yeshil dengizlardek to'lqinlanib turadigan cheksiz yayloqlar, yap-yeshil qarg'aylar, archilar qaplagan tong qaptallarida yashagan. İnsanlar o'zlari yashagan joylarining tabiiy sharoitiga qarab ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, bog'vanchilik, hunarvanchilik, savdo-setiq qatorliq kasblar bilan shug'ullanib, ko'chman ham muqim o'ltiraqlashib hayot kechirgan. Geologiyalik tekshirishlardan qaraganda, O'rta Osiyo eng qadimgi chog'larda insonlar bilan hayot kechirishga to'liq aplik, tabiiy sharoitga ega edi. Yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda ilib berilgan geologiyalik tekshirishlarning natijalariga asoslanganda, Tarim vodisida bo'lsin yoki Jo'ng'ariya o'rmonligida bo'lsin, nihoyat ko'p joylarda zapisining ko'pligi va sifatining yuqorligi bilan dunyoni hayron qoldirgan neftlik tepildi. Bir jumla so'z bilan aytganda, 1,600,000 kvadrat kilometr keladigan Sharqiy Turkiston zeminining osti turlik tuman boyliqlar, hatto dunyoda kam uchraydigan uran, radiy qatorliq isil tabiiy boyliqlar xazinasi, neft dengizi, ko'mir konlari dunyosidan iborat. Sharqiy Turkiston zaminida neftliklar va ko'mir konlarining ko'pligi eng qadimki chog'da Tarim vodisi bilan Jo'ng'ariya o'ymonligi nihoyat cho'ng ichki dengiz bo'lganligi, tog'larning va tog' etaklarining cheksiz qilin o'rmonlar bilan qoplanganligi isbotlanadi. Chunki tabiatda bo'ladigan o'zgarishlar, ya'ni nihoyat dahshatli qattiq yer tavrashlar, qurg'oqchilik ofatlari natijasida Sharqiy Turkistondagi cho'ng ichki dengiz kichiklab, quruqliq yuzi kengaygan. Hozirgi Sayram, Bag'rash, Lopnur ko'llari qadimki ichki dengiz o'rnida qolgan qoldiq ko'llardir. Dengizlarning quruqlikqa aylanishi natijasida haddi hisobsiz suv hayvonlari tuproq ostida qilib, million yillarning o'tishi bilan neft hosil bo'lgan. Cheksiz ketgan qarg'ay o'rmonlarmi tabiatdagi o'zgarishlar natijasida tuproq ostida qilib, yillarning o'tishi bilan ko'mirga aylangan. O'rta Osiyoning g'arbiy qismining eng qadimgi chog'dagi tabiiy sharoitimi xuddi biz yuqorida aytib o'tgan ahvoldan ancha farqlanmaydi. Geologiyalik tekshirish natijasiga asoslanganda, qadimgi chog'larda Osiyo, Yevropa qit'alarining shimoliy qismi muz bilan qoplangan. Mundaq ahvol O'rta Osiyoning tabiatiga nihoyat kuchli ta'sir ko'rsatgan. Shu sababdan O'rta Osiyodagi Pamir tog'lari, Qaraqo'rim tog'lari, Tangri tog'lari, Altay tog'larining cho'qqilari va qiyolari hozirgi silishtirib bo'lmaydigan darajada nihoyat qilin muz va qorlar bilan qoplangan edi. Masalan, Pamir muzliqlaridan birining hozirgi uzunligi 77 kilometr, qilinligi 500 metr bo'lsa, qadimki chog'da shu muzliqning uzunligi 180 kilometrga so'zilgan bo'lib, qilinligi 1000 metrga yetgan. O'rta Osiyodagi qadimki muzliqlarning to'van joydagi chegarasi dengiz yuzidan 1800 metr egiz edi. Hozirgi muzliqlarning to'van joydagi chegarasi dengiz yuzidan 3200 metr egiz bo'lib, uningdan to'van emas. Yuqoridagi tabiiy ahvolga asoslanganda, hozirgi vaqtdan 10 necha ming yillar burun O'rta Osiyoning tabiiy iqlimi hozirga qaraganda nam bo'lib, ho'l yig'in ko'p edi.
Shu sababdan qadimki chaqlarda O'rta Osiyodagi tog'larning muzliq, qorliq cho'qqilari va egiz qiyolardan kun nurida erib hosil bo'lgan suvlar nihoyat mo'l suvliq daryolarni, cho'ng ichki dengizlarni, ko'llarni paydo qilgan edi. Bundaq tabiiy sharoit O'rta Osiyoda dehqonchilik, chorvachilik egiligining taraqqiyotiga yaxshi imkoniyat yaratib bergan edi. Tashliqlari, o'rmonlar va hayvonlarning o'sib yetilishiga qulay sharoit yaratib bergan. O'rta Osiyoning sharqiy qismi, ya'ni asosan Tarim vodisi va g'arbiy qismi, ya'ni So't O'rta Osiyo, O'rta Osiyoning nihoyat munbat va mo'l husulliq rayonlari edi. Shu chaqlarda Tarim vodisidagi Taklamakon qumliqi, Jung'ariyadagi Qurban Tungut, ya'ni Qozonqum qumliqi, Turkmanistondagi Zilqum cho'lligi, O'zbekistondagi Qaraqum qatorliq cho'lliklar yo'q edi. Hozirgi Sayram, Bag'rash, Lopnur, Barko'l, ya'ni Barsko'l, Balqash, Aral ko'llari nihoyat cho'ng ko'llar edi. Tarim daryosi, Ili daryosi, Sir daryosi, Amu daryosi, Chu daryosi, Talas daryosi qatorliq daryolarning suvlari nihoyat ko'p bo'lib, ularning tarmoq g'ollari O'rta Osiyoni xuddi o'michikning to'ridek qoplab turadi. Geologiya va arxeologiya ilmining mashhur olimlarining O'rta Osiyoda ilib borgan ilmiy tekshirishlari orqali chiqargan to'g'ri hukmiga asoslanganda, taxminan buningdan 8000 yillar burun O'rta Osiyoning tabiatida nihoyat cho'ng o'zgarishlar bo'lib, qurg'oqchilik yuz bergan. Shu sababdan ajdodlarimizning bir qismi Osiyoning sharq va g'arb taraflariga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Shu chaqda O'rta Osiyoning sharqiy bo'ligi bo'lgan Tarim vodisida yashaydigan ajdodlarimizning bir qismi Oltay orqali ko'chib, hozirgi Mong'oliya va Bayqal ko'li, ya'ni qadimki chaqlarda Bayko'l deb atalgan atroflarga ketgan. Milodiy 840-yili Mong'oliyadan Sharq Turkistonga ko'chgan sharqiy Uyg'urlar bo'lsa, buningdan 8000 yillar burun Tarim vodisidan Mong'oliyaga va Bayqal ko'li atrofiga ko'chgan ajdodlarimizning avlodlari edi. Buningdan 8000 yillar burunqi ko'chishda Tarim vodisidan Ladakh yo'li orqali Shimoliy Hindistonga ko'chgan ajdodlarimiz Hindistonning asli yerlik xalqi bo'lgan Dravilarning qadimki Hindiston madaniyatiga o'zlarining ta'sirini ko'rsatgan. 20-asrning 20-yillari arxeologiya olimlari Hind daryosi vodisidagi Harappa, ya'ni Panjob shtatida, Mohenjo-daro, ya'ni Pokistonning Sindi o'lkasida qatorliq qadimki shaharlarning xarobiylarini tekshirishida tepilgan haykallar orasida O'rta Osiyolik turk, ya'ni Uyg'ur tipiga kiradigan va beshidagi chochlari qiyiqcha, ya'ni lenta bilan bog'langan bir haykal chiqqan. Bu haykal buningdan 8000 yillar burun Tarim vodisidan Shimoliy Hindistonga ko'chgan ajdodlarimizning Aryanlar Hindistonga ko'chib kelishdan bir necha ming yillar burunla Hindistonning asosiy yerlik xalqi Dravilar bilan birga yashagan davrga mansub. Ijtimoiy fanlar akademiyasi arxeologiya tadqiqot o'rni 1971-yili Kunchi daryosining bo'yidagi ibtidoiy qabristonlikdan bir yosh ayol bilan bir kichik bolaning jasadini topgan. Nanjing Universiteti Jo'g'rofiya fakulteti Karbon 14 tajribaxonasi qabristonlikdan tepilgan yog'chilarni tahlil qilish orqali jasadlar, ya'ni yosh ayol bilan kichik bola jasadining buningdan 6412 yil burun dafna qilingan jasad ekanligini dastlabki qadamda aniqlagan. Bu haqdagi xabarlar, ya'ni Xalq gazetida e'lon qilingandan keyin, ya'ni atalmış Xinjiang gazeti, ya'ni Uyg'urcha 1981-yili 2-oyning 24-kunidagi sonda e'lon qilingan. Yuqorida tilga ilingan jasadlar to'g'risida, ya'ni atalmış Xinjiang gazetida mundaq deyilgan. Bu jasadlar yer yuzidan egizrak bo'lgan qurg'oq qum dövüstin qezib ilingan. Görning ikki beshiga birdan yog'och qo'yilgan bo'lib, yer ustidan ko'rinib turdi. Gör tik qilib qezilgan. Jasadlar görda o'ngda qilib yotqizilgan. Uning ustiga yog'och taxtay va taxtayning ustiga qo'y terisi bilan chig' to'qilma yepilgan.
Jasad nihoyat qo'pol to'qilgan yung raxtga o'rilgan bo'lib, ayol jasadning beshiga kigiz qalpoq kiygizilgan. Uning seriq, uzun chachlari do'lisiga tushib turdi. Ko'zlari yo'g'on, kirpiklari uzun, qonxarliq. Bu qadimki jasadlar bilan birga qazivilingan oxiratliklar ichida nihoyat nafs to'qilgan chig' savatlar bo'lib, uning ichiga ziroat donlari silingan. Ammo bu donlar chirib, unga aylanib ketgan. Bola jasadi bilan birga ko'milgan chig' savatdan o'z peti saqlangan bug'doy chiqdi. Bu ikki jasadning tepilganligi buningdan 8000 yillar burunqi ko'chishda boshqa joylarga ketmay Tarim vodisida davomli yashab qolgan ajdodlarimizning etnik xususiyati va ularning madaniyati. Ya'ni dehqonchilik, chorvachilik, yung to'qilmachilik, hunar san'atni tadqiq qilishda bebaho ahamiyatga ega. Shuni uzib aytishga bo'ladiki, Tarim vodisida yashagan qadimki yerlik asosiy xalq seriq tanliklarga mansub bo'lmasdan, ya'ni seriq tanliklar qonxarliq, seriq chash bo'lmaydi va shuningdek Aryan nasllik xalqmi bo'lmasdan, ya'ni Aryanlar milodidan 1700 yillar burun Eron egizligi orqali Hindistonga ko'chgan. Dal Uyg'urlarning ajdodlari. Hozirgi Girman, Paris, Hindi xalqlarining ajdodi bo'lgan Aryanlar milodidan 1700 yil, ya'ni 2000 yillar burun Kaspiy dengizining janubiy va sharqiy janubidan ko'chib, Hindistonga besib kirishdan burun hozirgi Hindistonda Hindi, Yevropa til sistemasidagi tilda so'zlashadigan etnik kelib chiqishi jihatdan Aryan nasliga mansub bo'lgan hozirgi hindilar emas, balki Avstro-Asiatik Hindinoz irqiga mansub bo'lgan Qarchach, Yanaq Daravitlar yashagan edi. Aryanlar milodidan taxminan 2000 yillar burun Hindistonga besib kirgandan keyin Hindistonning eng qadimki asosiy yerlik xalqi bo'lgan Dravilarni qistab Hindistonning janubiga qo'g'ilgan. Hozirmo Hindistonning janubida Dravilar yashmoqda. Tarim vodisining Ko'knur, ya'ni Chinxay, ya'ni sharqiy janub tarafidan Tibetga, ya'ni janub tarafidan tutishadigan yaqin joylarga hozirgi Tibetlarning ajdodi bo'lgan Changlarning ma'lum darajada ta'sir ko'rsatib, iz qoldirganligi turk sabablarga ko'ra, ya'ni muhimi urush natijasida, ya'ni milodiy 7-8 asrlarda yuz bergan. Buningdan tashqari Hindi Yevropa til sistemasida so'zlashadigan xalqlardan din tarqatuvchilar, ya'ni Budda, otashparastlar dini, Mani dini, Nestorian dini qatorliq dinlarni tarqatquchilar, savdo setiq bilan shug'ullanuvchilar, andisanda harbiy, ma'muriy amaldorlar milodining oldi keyindala Tarim vodisiga kelgan. Ana shundoq kishilarning kelishiga xalqlar orasidagi tarixiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, diniy munosabatlar sabab bo'lgan. Masalan, Kushan imperiyasi, ya'ni milodidan ilgirki 50-yilidan milodi 420-yilgacha hukm surgan. İmparatori Qanshqa II vaqtida, ya'ni milodi 78-yilidan 123-yilgacha Hindistonda o'z hukmronligini kengaytgan va mustahkamlagan edi. Qanshqa II Kushan imperiyasiga imperator bo'lgan davrining oxirida Xotan, Yarkand, Qashqar xonliqlarini o'z imperiyasi tarkibiga qo'shib olgan. Kelib chiqishi ulug' yovchilardan bo'lgan Qanshqa II buddizmning sodiq himoyachilar emas, balki Budda dinining Kushan imperiyasida yashagan turli xalqlar orasida asosiy hukmron o'rniga ega bo'lish uchun harmay talmay kurash qilgan. Shu sababga ko'ra Qanshqa II'ning vaqtida Hindistondan ko'plagan Hindi buddistlari Tarim vodisidagi Uyg'urlar orasiga kelgan bo'lsa, Turkiy va Hindi tilida so'zlashadigan amaldorlarmo Tarim vodisiga kelgan. Buningdan boshqa Oqqun imperiyasining imperatori Italanosning vaqtidan tortib, hozirgi Oqqun imperatori 20gacha bo'lgan 87-yilini o'z ichiga olgan bir davr, ya'ni milodi 480-yilidan 567-yilgacha Xotan, Yarkand, Qashqar, Aqsu, Kucha qatorliq Uyg'ur xonliqlari Oqqun imperiyasi hukmronligida yashagan edi. Mana shu chaqda
Hindistong'imi hukmron bo'lgan oq hunlarga agishib, Hindistondan buddistlar, savdogarlar, amaldorlar va boshqalar Tarim vodiysiga kelgan. Yuqorida tilga ilingan Kushanlar va oq hunlar davrida Tarim vodiysiga Hindistondan kelganlar yerlik asosiy xalq bo'lgan. Uyg'urlar orasida faqat oz sonli kishilar edi. Xolos. Yaqinqi yillarda Tarim vodiysidagi turli joylar, ya'ni Kunchi daryo bo'yi, Charchan, Charqiliq atroflaridan tepilgan qabrlarga dafn qilingan kishilarning, ya'ni er yoki ayol bo'lishidan qat'iy nazar, beshi sharqqa, puti g'arbga qaratilib dafn qilingan. Bundaq ahvol nimani ko'rsatadi? Ajdodlarimiz eng burunqi zamonlarda shaman diniga e'tiqod qilgan edi. Shamanlar kunga, oyga, ko'k, ya'ni osmonga, yerga va suv ilohlarga cho'qinatdi. Mana shu shaman e'tiqodiga ko'ra, ajdodlarimiz chidir uylarining eshigini kun chiqishi qartib ochatdi. Turklar va sharqiy uyg'urlarning qag'onlari, ya'ni Uyg'ur urxun qag'onlari ba'zi murosimlarda, ya'ni tantanalik ko'ngil echish, to'y qatorliq murosimlar, kun chiqish, ya'ni sharqqa qarab o'ltirishatdi va kunga 9 qatim ta'zim qilib cho'qinatdi. Uyg'ur urxun qag'onlarining ismlarimi bundaq odatni asıltıdı. Masalan, Uyg'ur urxun qag'onlarining qag'oni Cho'ngdixon, ya'ni milodining 821-yilidan 824-yilgacha qag'on bo'lgan. Kun tang'rida ulug' bo'lmuş, olib kuchlik bilgi qag'on, ya'ni kun tang'ridan ulug' bo'lib, törelgan kuchlik dona qag'on deb atalgan.